172 ming so'mlik obed chek, rosa ham go'sht yegim keldi. Shuning uchun 3 xil go'sht zakaz qildim. Mol go'shti, qo'y go'shti va tovuq go'shti. Qani qanaqa qilib pishirib berishdik? Birgalikda ko'ramiz. To'la go'sht. Mana qaranglar, to'la go'sht. Odam degan 3 xil go'sht ham zakaz qiladimi? Bismillah. Endi ko'rinishidan men ajrata olmayman mol go'shti bilan qo'y go'shtini, faqat hididan ajrata olaman xolos. Bunisi menimcha qo'y go'shti bo'lsa kerak. Hidi chiqyapti. Bismillah. Qo'y go'shti ekan. Ancha yumshoq. Ozgina sho'r qilib qo'yishibdi. Men bu mol go'shti menimcha hidi chiqmayapti. Qo'y go'shtiga qaraganda mol go'shti sal qattiqroq ekan. Endi tovuq go'shtini yeb ko'ramiz.